Agar kutilmaganda tobutning ichida bo'lib qolsangiz, hech qachon uni yuqorisini o'ymang. Aks holda yuqoridagi tuproq bosimi sizni ertaroq halok qilishi mumkin. Undan ko'ra pastdagi taxtani o'yishga harakat qiling. Pastdagi taxtani o'ysangiz, u yerda ma'lum bir bo'shliq hosil bo'ladi. Keyin yuqorisini o'yasiz va yuqoridagi tuproq pastga tushadi va siz omon qolasiz. Bu gaplarim hammasi yolg'on edi. Agar siz tobutda bo'lsangiz, sizni bu usul qutqarib qolmaydi. Sizni faqat tiriklik chog'ingizda qilgan yaxshi amallaringiz qutqarib qolishi mumkin. Aytgancha, bugun yaxshi amal qildingizmi? Yoki o'tgan hafta biror bir foydali yaxshilik qildingizmi? Agar yaxshilik qilgan bo'lsangiz, bu yaxshi. Agar qilmagan bo'lsangiz, ulgurib qoling. Chunki inson qachon tobutda bo'lishini hech qachon bilmaydi. Buni hech kim bilmagan. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, sal yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying. Qolganlarga ham balkim manfaatli, foydali bo'lib qolar.